Assalamu alaykum, qadirli qarindoshlar. Hammanglarniki mushu vaqti va buningki vaqti xayrli bo'lsin. Bu tadbir nashriyatimiz davomli turda har xil kitoblarni nashr qilish, ko'paytib taqitish, undan boshqa kitobxonlarda sotilayotgan, biz o'zimiz nashr qilib taqitayotgan kitoblarni dunyoninki har qaysi joylardagi Uyghur qarindoshlarımızga ivetip beriş münazimetleri bilen şukulun kilovatkan. Yakın yankısı biz buradarlar bilen birlikte hemimiz birleşip şu kadimki Uyghur tili logoti degan bunu kitapni qattiq muqovala qilib nayet çıraylı şekilde 550 betli kitap muyundaq körkem layis bilen çıqadık qadirli qarindoshlar. Bu kitapның içinde nemi var? Bu 550 betning içinde nemi var? Bu 89 yılı çıkan bunu kitapta nemi endi zürriyet tug'ildi degan vaqtida bizning bu odatdagi lug'atda tepilmaydigan qadimki mushu Maytir Simit deymiz, Qutatqı bilik deymiz, Türk Tillar Divani deymiz, onundan başqa Altun Yaroq yana boshqa kitoblarda chiqadigan tash abidlarimizdan tortib shunday qadimki asarlarimizni chiqadigan Türkiy, yani Uyg'ur tilininki qadimki Türkiy tillari, Türkiy tili Uyg'ur tilining qadimki so'zlarni o'z ichiga olgan qaysi qadimiy asarda chiqqanligini ko'rsatgan Muşunda bir log'at tuzib chiqibdi ekan. Bu log'atninki tuzguvchilarining ichida bu xizmatning ichida shu Qurbon Vali akamizmi bor ekan, qadrli qarindoshlar. Shunga bu endi kelar yili kelsa bu log'at tuzilib chiqqaniga vatanimizda 30 yil bo'lgan bo'ladi ekan. Biz hozir qo'limizga olib yana qimmatini his qilyapmiz. Adette biz şu Türkçe kelimelerni Uygurcaga tercüme qilish yoki bo'lmasa şu Türkçe kelimeninki yoki bo'lmasa Uyghur tilida eng to'g'ri qanday shaklda ifodalash kerak degan izlanadigan qadimki tillar, qadimki Uyg'ur tilimizning ninki Türk tiliga naqadar yaqinligini hozir ishlatayotgan Türk tiliga naqadar yaqinligini sizish va shuni bir his qilish, o'rganish, o'qish, o'rgatish ash ishlardimi nihoyatda muhim roli bor deb shaxsan men shunday o'ylayman, qadrli qarindoshlar. Shunga bu 20 tal zakaz qilgan, bu tayyor bo'ldi. Meni hozir sizlarga ko'rsatib o'tiribdiman. Manga tizimlatgan zakaz buyurtma bergan qarindoshlarningki men bilan darhol aloqa qilib o'zininki adresi, telefon nomeri, ism, familiyasi shularni bersa, undan keyin pochta, xalqaro pochta haqqi, kitobning haqqi va boshqa mulozimat haqqlarini bersa, men bu kitobni bir tal desa bir tal boshqa kitoblarni aralashtirib men olaman dese şu çıkıp bersem buludu. Adette bu bir tal kitapның o'zi 700 netini 800 mü 800 gram etrafında kildiken bir kilomu yetmeydiken ama şu bir bolaqda 2 kiloluk adette bir bolaq buludu. Eğer başka kitaplarımı qo'shib alay desenler men bilan aloqalashsanglar dunyoninki har qanday yeriga men Türkiye'den, İstanbul'dan ivetip beralayman, qadirli qarindoshlar. Unda bo'lsa, mushuni sizlarga uqtirib qo'ydim. Allohninki o'ziga omonat, yaxshi bir hafta oxirini o'tkazishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.